Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, hammaga bugungi yurtdoshlarimiz Zomon Xalqaga bo'lgan tadbirkorlarga va islomiy shaxslarga tadbirkorlarimiz hozir kunda tadbirkorlarimizni bizga rivojlantirish uchun bizlar Zomon Xalqaga asosiy Zomon xabar xizmatlari haqida bo'ladi. Ya'ni kurslar haqida xizmatlarimizda Zomon Xalqaga ikkita bor. Tariflarimiz bor. Yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish tarifi. Birinchi tarifimiz bu oddiy standart tarifimiz. Buni pul xizmat foizi 0,1% mobil banklar 0,15 atrofida to'lov shartnoma bor. 0,2 atrofida bo'ladi. Undan keyingi yangi yo'llarga 6 oygacha foiz to'lamalar olinmaydi. Keyin eski bank hujjatlariga o'ziga yarasha qulay tariflarimiz bor. Undan keyingi bankda valyuta operatsiyalari bo'yicha biz spot operatsiyalarda banknot olinmaydi. Swit operatsiyalarda 15 foizgacha to'lanadi. Undan keyin bank xizmatlarida hujjatlar hisoblanadi. Yetishgan cheklovlarga yetish shartli hujjat to'lovlari olinmaydi. Oddiy hujjat subyektlariga 1% va boshqa hujjat subyektlariga 2%, qishloq xo'jaligi subyektlariga 1,5% miqdorda bank xizmati olinadi.